Hurmatli Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, xudo xolasa endi sizlarga shunaqangi bozorimizdan drabilkalarni, chiroylilarni, go'zallarni videolarini qilib ketamiz. Bozorimizda sotilgan yem hasharlarni videolarini qilib ketamiz. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Drabilkamiz qayerdan chiqyapti aka? Yozyovondan chiqyapti. Yozyovonni qayrog'ida adres? Qorasoqolda. Yozyovonni Kalsovoydan Marg'ilon tarafga yurganda chap qo'lda. Chinor to'g'risida? Yo'q, u Sobirjonlar. Bu Sobirjonlar qayrog'ida sizlar? Ichkariroqqa kiradi. Yana ham ichkariroqqa kiradi. Zo'r. Nech puldan baho aytilyapti aka bularga? Ularga 2 million 300 misab modga. Misab modkalik 2 million 300 ming so'm. Ochinchi maqlan pichoqlarni ham ko'rsatib ketaylikmi? Mahaviga terilgan. Asa kraskalarni qilib chiroyli qilib qo'yibdi aka, pardozini berib, ha? Biz obunachilarga nech puldan chiqadi aka misab modkaliga? 2 million 200 dan chiqadi. 100 ming so'm beriladi. Bozorimiz Andijon, O'zbekiston chorva bozorining oldida turibdi akamiz, xudo xolasa. Men sizlarga bitta sekretini ham aytib ketay. Akamiz indamaydi bu yerda. Uni temirlarni svarga qilib qo'yishgan-ku. Bu yoqqa bunda o't tashagan paytingizda changi bu yoqqa chiqmaydi. Ichkariga yana yutib ketaveradi. Bu yoqdan yutib ketib, ma'dan chiqib ketaveradi. Qalay, qoyilmisizlar? Zo'r. Telefon nomerlarimiz qani? Vizitkani bering aka. 90lik 90lik 778 26 92 92 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Shunaqangi drabilka, alyumin obmotka, tok pastroq akalarimiz alyumin obmotkalikdan ishlatsa bo'laveradi. Toki baland yerdagilar, transformatorga yaqin joydagi akalarimiz misab obmotkalikdan ishlataveradi. Xudo xolasa anaqasidan chiqarib olgandan keyin, obkatkadan chiqarib olgandan keyin soatlab ishlatsangiz ham xudo xolasa qizimaydigan holatga kelib oladi. Alloh ishingizlarda xayrli barakotli qilsin. Akalar, sizlarga ham rahmat. Shunaqangi xalqimizga yetkazib berasizlar. Chiroyli mehnatini yengillashtiradigan shunaqangi kombaynni pichoqlaridan qo'yib, pichoqlarni o'tkir qilib, kuydirib chiqarishyapti akalarimiz. Setkalari bittasi o'zida turibdi. Yonboshdan almashami yo usti bo'shab almashami? Yonboshdan almashaveradi mana. Nech xil setka qo'shib beramiz? Bu nomingizdan chiqsa 5-setkasini ham qo'shib beradi. Hozir 4 ta. Oltin chorvadan chiqqanlarga 5-setkani ham qo'shib beriladi mana. Bu o't chiqargani, somon, o'tlar chiqargani. Bunisi yana ham maydaroq qilib chiqaraman degan akalarimizga. Somonni o'zini ham hali mayin qilib turib silosga aralashtirib beraveradigan. Bunisi makkani un qilib chiqarib beradigan. Bunisi makkani yorma qilib chiqarib beradigan. Qo'yib makkaga bo'kib qopti, makka yemay qo'ydi demaysiz, ondan chiqarib berasiz akalar. Xudo xolasa bang'illatib yeb yotaveradi. Qo'yga bilsangiz makkani butun bersiz, makkaga bo'kib qoladi, yemay qo'yadi. Ana shuni bilan yorib qilib bersiz, xudo xolasa yo'radi. Telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar, sizlarning vaqtinglar ko'p olmaymiz. Shunaqangi drabilga kerak akalarimizga. Dastlabkilarni nima qilamiz aka? Dastlabkilar ichida qilib beramiz. 2 million 200 ichida qilib beramiz. Misab motkalik. Alyumin motkaligini nech pul qilib beramiz? 2 million so'mga qilib beramiz. Motkasiga qarab almashib bo'ladi anaqa narxi. Hurmatli kuzatuvchilar. Go'zal. Aloqaga chiqarasizlar. Drabilkani yon boshlatib ham ishlataman deb so'ragan akalarimizga yon boshlatib ishlatsangiz jicha-picha ho'li bo'lsa ham uzun poyalarga, uzun poyaga yoki ho'l poyalardan ham chiqaraveraman degan akalarimizga shunaqa qilib yon boshlatib ham ishlatadigan qilib zavodskoylar ham qo'yganlari bor. Tepadan solsangiz ham zo'r holat. Temirlari ham zavodskiy qo'yilganda aka u. Hamma yo'q zavodskiy. O, mashallah. Temirlari kuydirib qo'yilgan. Setkasi ham yonboshdan almashib ko'radi aka. Setkasi yonboshdan almashadigan mana. Qo'yib turib tepadan shunday solaverasiz. Tepadan qo'yib turib dumbillarni o'zini ham chiqaraveradigan. Bug'doy makkani ham sekin chiqaraveradigan variantlari. Bitta kurchoyni ochib turib ko'raman desangiz, bitta kurchoy bilan ochiladi. Bunalar vakimli bo'lgan, chang tepaga chiqarmaydi. Pichoqlar kalyonli, sug'orilgan, sinmaydi, o'tmas bo'lmaydi. Mabodo o'roq tushib ketib qolsa, sindir desangiz 10 mingga beramiz, kontrga aka bunalar. Maqsadlari ham bor, listlari ham qalin. Tayda pardagi ham bor haydab beradigan. Zavodskoy sentrovka bo'lgan aka. Keyin materiallari ham yangi, unaqa eski material degan narsa. Hovlakalik qilib beramiz, mana shuni qo'yib bersa bo'ladimi? Bo'laveradi.
Ya motor ko'tarmaydi. Necha pul qilib beramiz hoji aka bunisini? Bunisini 2 million 600 dan deb Ramazon oyida 2 million 500 dan dastavka qilib beramiz. Vodiy bo'yicha bepul. Vodiy bo'yicha bepul. Ekrandagi chiqayotgan nomerlarni skrinshot qilib olamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Skrinshot qilib olamiz nomerlar. Aloqaga chiqaramiz. G'ulomjon aka. Telefon qilaverasiz. Zavodskoy deganiga Zavodskoy. Bunisini necha pul qilamiz Zavodskoy? 2 million 500 dan qilib beraveramiz. 2 million 500. Kilovat 3000 оборот, alyumin mat. Buniki ham oson yechiladimi temiri? Bitta 3 ta kurchovi bor bular. 3 ta kurchovi bilan yechiladi. 130 dan 250 gacha ishlayveradi aka. Alyumin mis obmotkaligiga qarab o'zgarami narxi? Misligini ham shu narxda beraveraman. Faqat misligi o'zimiz tayyorlagan bo'ladi. Bular zavodskoy alyuminligi 130 dan 250 gacha ishlayveradi. Zo'r. Bular ya. Misligi to'xtallaydi. Bular to'xtallamaydi. Alyuminligi to'xtallamasdan uraveradi, bosaveradi xudo xolasa. Zo'r. Ekranda nomerlar ko'rib oldinglar. Bittadan layklar bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqangi drabilka izlagan akalarimizga tavsiyalar. Setkalarni aytmay ketibmiz, hurmatli kuzatuvchilar. 4 xil setkasi bor. Bu yer akamizda ham un chiqarib yuboradigan. Mana pechat bosilgan bo'ladi aka. Rulondan kesilgan bo'lmaydi. Mana bu bug'doy makkalariga, mollar uchun, buni qo'ylarga, o'tga, bunisi makka shax qo'ylariga. Bunisi bor. Yiriroq o't chiqargani 4 xil setka bilan beramiz. Aka, bizning kanaldan chiqib qolsa birorta setkasidan qo'shimcha sovg'a qiling deydiganlarga nima qilamiz? Setka bu siz bilan menga uzoq yetadigan narsa qo'shmayingiz, qo'shib beraveramiz. Qo'shib beringizda muammo emas. Xudo xolasa. E'tiborli bo'lgan ishlar ekan, hatto buni bordiga chiqib ketib qolmasa, sirg'a ham qo'yib qo'yilgan ekan, setkalarni urib qo'ymaslik uchun. Ha. Yana bitta joyi akalar, svarkani izlarini ko'ryapsizmi, ko'rmayapsizmi mana bu yerda? Konvert qilib chaklarini shunaqa qilib ketilgan akalar. G'ildiraklari bor. Shuni itardingiz bir tarafga, sal qishattirdingiz, ketaverdi. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, G'o'zapochoqdan so'ragan akalarimiz, ukalarimizga mana Chigitligi bor. Chigitligidan akalarimizda. Aka, shu laboyimizdagi necha kilo chiqadi? Narigi labu. Nargi labo. Nargi laboyimizdagi necha 300 kilo atrofida. 300 kilo. Kiyabongodagi 1 tonnaga yaqin. 1 tonnaga yaqin. Dastavkalarimiz qanaqa bo'lyapti aka? Vodiy bo'ylab boramiz. Vodiy bo'ylab mana shu qolganiga olib berib beramiz, ha? Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, 93lik 245 38 87 Telegram, WhatsApp. WhatsApp ishlayapti, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar. Bittadan skrinshot qilib olinglar, hurmatli kuzatuvchilar, raqamlarimizni. Shunaqangi ko'rib turgan Kia Bongo avtomobilida Yaqinroq motomonda olsangiz, paxtasi ham, chigiti ham. chiqadi. Necha puldan qilib beramiz aka? Xo'p, Andijon viloyati Sharxonga dastavka besplatni. 1 million 600 mingdan bo'ladi. 1 million 600 ming bitta Bongosi. Bitta Kia Bongos. Toza elangan. Xitoy texnologiya. Ha, chigitlari bilan turibdi. Qo'limni ushlab ko'ryapman, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa silosdan bir qator, ustiga chigitni bu shu anaqa G'o'zapochoqdan yana silosdan bir qator, xullas 3 qator, 4 qator qilib turib, bitta damlab turib, bitta ochamiz, bitta pachaqlaymiz, yegizaveramiz. Xolos siz drabilga yo'qsa mishalkaga solib aralashtirib yuboring. Shunaqa qilib chiroyli holatda hayvonimizni kechgacha qonini to'xtatib turaveradi. Ekrandagi raqamlarga ko'rib skrinshot qo'ygan nomerlaringizga aloqaga chiqaverasizlar akalarimizga, xudo xolasa. Bozorlar bersin aka. Laboda, udulinni labo. Bizga udulinni ishmas ekan. Mana akalarimizda. Yo'qang, charchamayapsizlarmi aka? Assalomu alaykum. Bu bitta labodagisi necha kilo chiqadi aka? 300 kilo plus minus chiqadi aka. 300 kilo plus minusida. Dastavkalarimiz qaydan qaygacha? Mana shu o'zimizning Asaka territoriyalarga, Andijonlarga dastavka besplatni. Vodiy bo'ylab deylik aka. Yo undan qimmat bo'lib ketadi. Vodiy bo'ylab u yog'iga qiyinda o'zi ozgina narsani. Bo'ldi gapi. Xudo xolasa Andijon territoriyasiga besplatni. Bundan yana kelishamiz ha? Kelishilgan holatda. Bitta labodagisi necha kilo chiqadi dedik? 300 kilo tepasida chiqadi. 300 kilo tepasida chiqadi. Bundan ko'proq olaman aka men. Kattaroq mashinada olib kelib beringlar deganga nima deymiz aka? Olib beraveramizmi? Vodiy bo'ylab ketilaveradi u. Ketilaveradi. Zo'r. Kiloga bo'ladi, vodiy bo'ylab. Kiloga kelishiladi. Kilosi necha puldan bo'ladi? Kilosi o'zimizning mana shu territoriyalarga 1700-1800 so'm bo'lyapti. O, maşallah. O'zimiz Asaka Andijon.
Shahrixon. Bitta labodagi shundan necha pulga aylanib yetib boryapti uyga? Andijon bo'yicha 700 ming. 650-700 ming so'mga yetib boryapti. Zo'r. G'o'za po'chog'ida izlagan akalarimiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qayerdiki aka bu? Andijonmi? Andijonniki. Mana ko'raverasiz. Nomerlariga aloqaga chiqarasizlar. Ha, aloqaga chiqaradi mana. Eng asosiysi chigiti bor. Ha, chigiti bor mana asosiy. Zo'r. Mana. Raqamlar. Bu ham bitta 550 kilo ko'taradi degan o'zimizning O'zbekiston labodagisi. Aloqaga chiqarasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana. Kartoshka uramiz. Navi qanaqa navi aka buni? Karistan. Qanchada pishadi bu? Konstantin. Nech puldan aka? 8 ming so'mdan. Bunları 5,5 Bunisi 5,5 ming so'm. Bunisi qanaqa? Oltin chorva. 5 ga berar ekan buni. Bunisi maydaroq urug'i, bunisi kattaroq urug'i. Dalaga ekaman degan akalarimizga yoki o'zimizning xo'jalikka ekaman degan akalarimizga tavsiyalar, hurmatli kuzatuvchilar. 90 lik nomer 221 221 92 92 dastlabkamiz bo'ladi aka. Dastlabki gaz yo'q aka hozir. Qilib bering endi aka bizni kuzatuvchilarga keladi. 500 kilodan oshiqga qilib beramiz. 500 kilo atrofiga 500 kilo emas 400 kiloga ham qilib bering aka. Beramiz. Sizga bitta telefon qilsang, uy xonadonida kutib olsin, pulini sanab bersin, aka. Naq pulini. Gap yo'q aka. Charchamayapsizlar aka. Sizlarning urug' nomi nima? Konstantin aka bizniki. Sizlarga ham Konstantin. Konstantin Rossiyskiy gala. Rossiyskiy gala. Nech puldan nech pulgacha aka? Rossiyskiy gala 5,5 ming so'm qilib beramiz. 5,5 ming so'm bo'ladi. Ha, Konstantin ham 5,5 ming so'm. Bunisi ham 5,5. Bizga kanaldan chiqqanlarga nech puldan qilib beramiz aka? 5 ming qilib beramiz. 5 ming so'mdan qilib beramiz. Dastlabkalarini Dastlabki 400 kilo bo'lsa olib beramiz. 400 kilo bo'lsa olib beramiz. Qayerdan qayergacha? Vodiy bo'ylab. So'ragan joyigami? Sharxon bo'ylab. Asaka Sharxon bo'ylab. Andijonga ham deyirlar. Andijon territoriyasiga deylik. Kelishaylik. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, aloqaga chiqarasizlar. Nomerlariga aytib ketamiz. 94 kodi bilan 944 944 0702. 0702 raqamlariga akalarga aloqaga chiqasizlar. Oltin chorva kanalida chiqadi videolar aka. Maşallah. Mana qangi maylidan izlagan akalarimiz bormi? Maşallah. Akalar kelinglar, charchamayapsizlarmi? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Silosni maydasidan izlagan akalarimizga. Aka qopi nech puldan bo'lib ketdi? 20 kilolik. 20 kilolik donlik silosimiz 20 ming so'm. Telefon nomerlarini ayting. 94 lik. 194 57 57. Dastlabkilarimiz qaygacha? Mana mahalla territoriya. Andijon territoriyasiga. Andijonga qilib beramiz. Qilib beramiz, kelishamiz. Necha qop olganga tekin qilib beramiz. Dastlabkanimi? 100 olganga. 100 qop olganga tekin qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Shu akamiz xudo xolasa Oltin Chorva kanalidanman deb chiqqan akalarimizga arzon qilib yetkazib beradi. Güzel. Yer yong'oq Piriston, Beda Piriston izlagan akalarimiz mana. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa yer yong'oq Piristlarimiz nech puldan aka? 50 ming so'm. Beda Piristlarimiz? Beda Piris 50 ming. Ikkosi 50 mingdanmi bu ham? Ha, 50 mingdan. 50 mingdan. Uzunligi 65 70 sm. Mana 90 chiqimi o tepalari unaqa emas-da aka. To'g'rimi? Har xil ekanda. Dastlabkilarimiz qana bo'ladi aka ular? Nechta olganga tekin qilib beramiz? Qaygacha endi? Andijon bo'ylabda. Namanganliklar o'ziniki bor endi. 20 tagacha. Farg'onaliklarning o'ziniki ham bor. Andijonga qilib beraylik. 20 tadan boshlab olgan akalarimizga tekin qilib beramiz. Zo'r. Ularga nech puldan tushib beramiz? Tushib beramizmi aka? Ko'proq olyapti-yu, bitta ikkita olmayapti-yu. Nima qilamiz? Oxiri. Oxiri 50 mingmi? Sal tushib beringlar bizni kuzatuvchilarga. Oltin Chorvadanmi aka? Qilyapman mana shunday. Sizga 55 ming demadinglar, shuncha. Bo'pti, gap yo'q. Telefon nomerlarini aytib keting aka. 94 lik. 94 lik 108 41 45. Hurmatli kuzatuvchilar, aloqaga chiqib bemalol bog'lanib akalarimiz bilan xudo xolasa
25 ta unisidan 25 ta bunisidan oling, dastavkasini qilgizdirib oling aka. Xudo xolasa chorvangizga baraka bersin. Bunisi ham sizlardanmi? Hoji aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Mana yong'oq video qilyapmiz, hoji buva. 70 santimetrli ekani? Yo 90 mi bu? 90. 90 dan uzunligi. Narxi nech puldan? Narxi aytilishi ham, sotilishi ham 55. Aytilishi ham sotilishi ham. Tushib bermaymizmi? Yo'q, tushib bermaymiz. Dastlabkilarimizmi qilib beramiz? Dastlabki yaqin bo'lsa, mana shu atrofda bo'lsa qilib beramiz. Qilib beramiz. Telefon nomerini aytib keting. Ko'proq bo'lsa, 94 436 60 70. 496 436 436 65 60 70. 60 70. Charchab bo'lmam men ham, ha. Aloqaga chiqaverasizlar, hoji buvam dastlabkilarni qilib beradi. Yong'oq po'choq so'ragan akalarimizga. O'zimizning maysalarni birisidan so'ragan akalarimiz. Mirzo kelay. Akalar uzunligi ham 1.20 mi, ha? Bu beda pirisimiz. Ragres bashi qoldi, ozgina qoldi. Yong'oq pirislarimiz. Polvon akamda mana. O'tlar ham polvon akam. Maysa pirislarimiz. Charchamayapsizmi polvon aka? Rahatmisiz? Yong'oq pirislarimiz nech puldan? Yong'oq 55-60. 55-60. Maysa pirislar 45. 45. Qilib beraveradi. Dastlabkilari ichida bo'ladimi? Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon nomerini aytib keting. 93lik. 93lik 255 255 9801. 9801 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Siloslarimiz. Jaguardan chiqqan siloslar. Don mana, g'ich don mana. Donlarni ko'ryapsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Xuddi shunaqasidan uyga yetib boradi. Nech kilolik bo'lib yetib boradi aka? 20 kilo. 20 kilodan qopimizga sig'adi. 1 tonnani tepasi dastlabkasi bor. 1 tonnani tepasidan olganga tekin dastavkasi bor. 18 ming so'mdan. 18 ming Do'konchilar so'mdan telefon qilaveradi, do'konchilar. Olib sotaman degan akalar, foydaga degan akalarimiz qilaveradi. Qilaveradi. Qayergacha bo'ladi dastavkamiz aka? Anjon Asaka telefon qilaveradi. Telefon qilaveradi. Nomerlarni ayting. Puva liboy qilaveradi. Oltin chorva. Oltinchor yangimi? 94lik. Ha. 434 434 77 22. 77 22 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Davronbek deb qo'yadi. Davronbek. Ko'honim deb turib 500 tonna bor, 500 tonna. 500 tonna xudo xolasa tagimol. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, yer yong'oq piris, beda pirislar so'ragan akalarimizga mana tavsiyalar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Necha santimetrlik aka? 91lik aka. 91 metrlik beda pirislarimiz. Necha puldan qilib beryapsiz aka? 65 ming, 60 ming so'mdan qilib beryapsiz. Holatiga qarab. Dastlabkilarimiz nechtadan boshlab tekin bo'ladi aka? 50 ta olsa tekin aka. 50 ta olsa tekin. Zo'r. Ayting nomerlar. 94lik 94 561 561 44 58. 44 58 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqangi 91 metrli 90 santimetr 1 metrli beda pirislarimiz.